bugungi darsimiz kecha problemimiz uncha o'xshamadi. Bugun yana bitta problem darsimizni o'tib ko'ramiz. Demak, bizda introduction lesson hisoblanadi. Ya'ni bizani oldinda nimalar kutyapti, biza har qanday programmamiz qanaqa bo'ladi, shularni hammasini ko'rib chiqamiz. So, birinchi boshlaydigan bo'lsak, our today is speaking practice, top methods for speaking, book introduction, reading tips and practice, and listening tips and practice as well. So, birinchi bo'lib kitoblar introductionidan boshlaydigan bo'lsak, kitoblarimiz aynan mana shu hisoblanadi. Qizildagilarni olishimiz kerak. Ko'kdagilarni bo'lsa, men o'zim ekstra sizga doimda berib o'taman. Xo'p, birinchi bo'lib biz aynan programmamizda tematik listening va reading kitoblarini ishlatamiz. Endi Rahmadovning kitoblari полный hammasi chiqqan, mavzulashtirilgan holatda. Mana shu ko'rganda ko'zga tushgan. Mana shu kitoblarda ishlaymiz. Aynan listening va readingni siz solid fundament qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu kitoblar sizga juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi kitobimiz bu Else Through Reading. Else Through Readingni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu ham ko'pchilik maslahat beradi. Aynan listeningdan 9gacha uchun ana shu kitob sizga juda ham qo'l keladi. Bu comprehension. Ya'ni tekstlari kichkina bo'lishiga qaramasdan normallik tushunishimizni oshiradi. Xo'p, bizda reading kitobidan boshlaymiz. Birinchisini ko'ramiz. Birdan sekin ko'ramiz, ikkinchisiga o'tmaymiz, chunki baribir boshdan fundamentni yaxshi ko'rsak, shuncha bizga ertaga qiynalmaymiz. Xo'p, keyin thematic theme based article bor bizda. Article videolari o'zim berib boraman, mavzulashtirib chiqaman har bittasini. Ko'pchilik o'zi tasavvur bilan picking parts qiynalishadi, chunki ularga ideya kelsa, vocab kelmaydi, grammatika boshqalar. Ya'ni puzzle boradigan bo'lsa, puzzle 5 talasi ham misol uchun to'liq emas. Xuddi shuni hammasi uchun biza aynan artikel va videolar orqali ishlashimiz mumkin. Buni qanaqa usulda ishlaymiz? Birinchi o'rinda artikel va video tashlab berganimda siz ularni 2 marta o'qiysiz, eng kamida. Bir marta o'qish yetarli emas. Bir marta o'qiganingiz siz просто так tushunishimiz mumkin. 2-3 martada o'sha ichidagi lug'atlar, so'zlar, grammatikalar hammasi qo'lingizga singishni boshlaydi. Shu sababdan o'qish kerak. Xo'p, vocabulary. Buni ichida sizga aynan artikel bilan ham, video bilan ham vocabulary terib, mavzulashtirgan. Misol uchun education mavzusini bo'ldi. O'sha education mavzusiga artikel emas, vocab ketadi. Va siz orqali любой bitta mavzusini tashladimi, writing qiladimi, bemalol lug'at boyligingizni ham zo'r qilib fundamentini qo'ya olishingiz mumkin. Keyingisi bizda ovozingiz pastroq kelyapti. Eho bilan uchun sizda eho bilan bo'lyapti-yu, sizda bo'lyaptimi yoki mendami? Shuni men aytmoqchidim. Eho o'zimga ham eho bilan kelyapti. Recording qilyapsizmi? Recording bosmay qoldi-yu. Endi-chi? Endi yaxshi ishlayapti. Bo'ldi zo'r. Xo'p, aynan shu. Ya'ni retelling uchun vocabulary uchun shu bo'yicha ishlatganmiz. Ya'ni theme based vocablar. Keyin biz retelling ishlaymiz. Ya'ni ko'pchilik o'zi intensiv gruppalari bor. Ularga ham aynan artikel bilan videoni har doimiy ravishda qilishni maslahat beraman, chunki thematic listening readingdan tashqari ham buni ishlasangiz yoki shuni o'rniga ishlasangiz ham siz listeningizni qolgan to'rtta tashqari bo'lgan skilllarni ham bemalol zo'r qilib olib keta olishingiz mumkin. Endi boryaptimi, bilmayaptim, baribir o'zim kelyapti. Kelyapti, hech narsa qilmaydi, aytavering. Okay. Xo'p, demak, retellingni o'qiganingizdan keyin dars davomida agar vaqtingiz qolmay qolsa, mayli Google tariqasida berasiz, tushungan narsangizni yoki dars davomida ham so'rab ketamiz. Kamida 2 daqiqa gapirib kerak bo'ladi. Uni speaking bo'lganidan keyin summary. Ya'ni menga tushunganingizni yozib tashlayverasiz. Oldin IELTS writingdan ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ko'pchilik qiynaladi. Ya'ni oltin chiqishga qiynaladi. Biz mana shu ikkalasini ustida summary bilan ishlab
tasvirimizni ham zo'r qilib chiqara olishimiz mumkin. Summary yozayotganda, riddle qilayotganda, undan oldin vokablaringizni qo'llaysiz, grammatikalarni qo'llaysiz, уже praktikada ishlatayotgan bo'lasiz va ham motivatsiyangiz oshadi, ham praktikada ham oshib boradi. Keyin artikelni o'qiyotgan vaqtda siz og'zaki ravishda, ya'ni ovozingizni baland qilib o'qiydigan bo'lsangiz, eshitib pronunciationingizni ham to'g'rilaysiz va listeningizni ham oshirib borasiz. Ya'ni so'zlarga talablanadi va qulog'ingizga boraverasiz. Ya'ni bu tariqa ham siz oshira olishingiz mumkin. Bizda grammar ham olishingiz kerak bo'ladi. Ichidan vocab bilan birgalikda grammatikani boshlayveraman. Changlari bilan, misollari bilan o'shalarni hammasini ko'rib, ishlab keyin ketaverasiz. Demak, bizda darslar davomida extra passage ishlari ishlaymiz. Aynan listening va reading sizga homework tariqasida beriladi va keyin extra passage dars davomida ishlaymiz. Ya'ni faqatgina tematika bo'lib qolmaymiz. Keyin bizda Bearing for IELTS bor, uni ham olish kerak. Bu ham vocabni zo'r qilib qo'yadi fundamentini. Ichida SA'lar bor, exercise'lar bor, har bitta vocab uchun. Ya'ni statistikada ham qo'lga olishingiz mumkin va undan tashqari reading bor. Reading qisqa bo'lsa ham, lekin baribir oshira olasiz readingizni va qo'shimcha va boshqa ham bor. Ya'ni bu ham topic based vocabulary hisoblanadi. O'zi nimaga aynan bizga juda ko'p urg'u qaratamiz, eshitgansiz o'zim. IELTS vocabulary test hisoblanadi. Qancha lug'at boyligingizda bo'lsa, listeningni, readingni tushunish osonroq bo'ladi. Chunki bu har xil usullar bilan beriladi. Har bittasi. Shu sababdan juda kerak. Keyin biz aynan faqat vocab uchun emas, balki grammatika uchun ham o'rgatamiz va grammatika bilan buni olishingiz emas, bu elektron versiyasini tashlab beraman. Dars davomida kerak bo'lgan vaqtga oid bo'lgan vaqtlarda ko'ramiz. Sal qiyinroq bo'lgan vaqtlarda praktika bilan qolgan misolda o'ziz o'qib tushunadiganlaringizni qism qilib tashlab beraman. Exercise'lar bilan tayyor tariqasida. O'ziz self-study ham qilib kitobdan. Demak, asosiy introductionimiz shular ekan. So, endi to'rtta sectionga ma'lum kerak emas bizga. Chunki hammasini deyarli bilasiz. Ularni bilaman. Shu sababdan to'xtalib o'tirib darsda o'rganamiz. Xo'p, bizda speakingimizda 3 ta proven method, ya'ni isbotlangan usul bor. Xo'p, bularni o'qigan bo'lsangiz, siz bemalol speakingizni yaxshi rezultatga chiqara olishingiz mumkin. Xo'p, ko'pchilik misol uchun app bor, aynan speakingdan. Bu yoqda part 2dan 60-70 ta mavzu bor. Part 1dan ham shunaqa yangi mavzular juda ham ko'p. To'g'ri vaqtda ko'proq va har bittasidan alohida ishlashingizga. Lekin ishlaganingiz bilan ham baribir esingizdan chiqib qolishi mumkin. Ya'ni note olasizmi, memorize shu sababdan sizga aynan tilda 5 step method degan usulimiz juda ham qo'l keladi. Ya'ni bu nima degani? 5 ta yo'l usuli bizda partlarimizni kategoriyalashtiramiz, classify qilamiz. Ya'ni people, place, things, events, activities degan mavzular. Misol uchun people mavzusidan boshlaylik. Olaylik, describe a person who inspired you. Describe creative person. Describe your favorite sportsman. Describe your favorite actor. An old person. Xullas, person haqida juda ko'p mavzular bor. Va o'shalarga siz bir donagina odam tanlab, bemalol qolgan mavzularni ham gapirishingiz mumkin. Bu degani vocab уже qisqaryapti. Speakingga berayotgan attentioningiz уже qisqaryapti. Ya'ni siz effektiv tarzda ishlashni boshlayapsiz vaqtingizni. Ya'ni bir-biriga o'xshash bo'lgan mavzuni tanlab olasiz va uni uchun har bittasiga alohida tayyorlanishga sarflamaysiz. Balki har bitta odamni tanlab olasiz va o'sha bitta odamni siz tasvirlab berasiz. Qolgan hamma 6 ta mavzuga. Ya'ni people'da dedik, 6 ta bir-biriga o'xshash mavzu bormi? O'shanga
surlaveramiz. Bitta donagina odamni. Sal o'zgartirish mumkin.